Hayotda hech narsa tasodifan yuz bermaydi. Har qanday sinov, har qanday yo'qotish, har qanday kechikish barchasi siz uchun eng yaxshisi ekanligi uchun shunday sodir bo'lmoqda. Ba'zan biz katta orzularimizga yetishamiz, lekin u bizga kutilgan baxtni olib kelmaydi. Ba'zan esa orzularimizga yeta olmay tushkunlikka tushamiz, lekin yillar o'tib qarasak, aslida aynan o'sha yo'ldan yurmaganimiz biz uchun yaxshiroq bo'lgan ekan. Balki siz hozir sabr qilib turgan og'ir kunlaringiz ertangi baxtingiz uchun zarur bo'lgandir. Ba'zan biz boylikni yo'qotamiz toki chinakam boylik pulda emasligini tushunishimiz uchun. Ba'zan sog'lig'imizda sinalamiz toki har bir nafasimiz ne'mat ekanini his qilishimiz uchun. Ba'zan bizdan yaqin insonlar ketadi toki kimning haqiqatan ham bizga do'st ekanini tushunishimiz uchun. Ba'zan yo'limiz berkitiladi toki biz aslida yomon yo'ldan ketayotganimizni tushunib, to'g'ri yo'lga burilishimiz uchun. Siz hozir tushunmasligingiz mumkin, lekin bilingki, har bir kechikish yaxshiroq narsa kelishi uchun, har bir yo'qotish sizni yaxshiroq ne'mat kutayotgani uchun, har bir sinov sizni yanada kuchliroq bo'lishingiz uchun beriladi. Shunday ekan, tushkunlikka tushmang. Hozir sizga noqulay tuyulgan narsa aslida siz uchun eng yaxshisi bo'lishi mumkin. Chunki Alloh bandalariga zulm qilmaydi. U doimo bizga eng yaxshisini ravo ko'radi.